Assalomualaikum aziz do'stlar, kanalımıza abunə olun. Bugünkü videorolikimizdə Urganch shahrida 2 xonali kvartira satıladi. Joylashgan manzili Nadmestda, Urganch Shavot kanalının boyunda. Yerimizdə gəladigan bolsaq, yerimizdə 5 ning ko'piri, oryan tarafında Saxin Ibanisa, yerimizdə Nargiz kafe. Yerimizdə avtobus o'tadi. Yerimizdə Bantamanimizda Ko'na Jaloliddin Manguberdi haykali, yerimizdə 19 ning ko'piri, yerimizdə Media institut. Hamma qulayliklarga ega. Bog'cha, maktab, inan yapadan yer. 4 etajlı domni birinchi etajında satıladi. O'zini podvalam bor. Görüb tursanız mümkün. Şu 4 etajlı domni birinchi etajında joylashgan 2 xonali kvartira satıladi. O'zini podvalam bor. Yerimizga keladigan bo'lsak, bog'cha, banimizda maktabam bor. Ban tarafimizda maktabam bor, Media institut yaqin, bir de non yapadan yer. Görüb tursanız mümkün, şu kvartira satıladi. O'zini podvalam bor shaxsiy. Dezlerim akkuratni. Çoğun qo'linizdagi kvartira satıladi. Kvartiramiz полностью remont etilgan. Bitta remontdan chiqqan. Oboy, kafel, ipol hamma sotilgan. Kotellar ham полностью o'tilgan. Отопление. Кухня görünüşü. Так, banımızda kuchni. Banımızda kuchni, berimizda zaljoy, berimizda yotoqxona, banımızda tualet, berimiz tualet, banımız bani. Tualet, bani отдельный. Banımızda zalina. Beram oboy. Polin remontdan chiqib o'tdi kvartira. Remont etib bilmak shart emas. Berimizda yana yotoqxonasi. Yotoqxonaning oynasi Shavot kanalining bo'yina qarab turibdi. Berimizda bani. Banining görünüşü. Elektronik kachol qo'yilgan. Banimiz tualet. Ariston qo'yilgan yana. Yerimizda issiq suv ham chiqadi. Agarda issiq suv kelmaydigan bo'lgan vaqtlarim bo'lsa, bu aristondan bemalol foydalanishingiz mumkin. Hozirgi kunda